Agar avtosavdoda sizlar uchun arzon va ideal holatda Colt mashinasi 2021-yil 83 ming kilometr masofani bosib o'tgan 4-piyesa avtomat korobkasi bo'ladi, akalar. Mashina holati zor holat turibdi. Paketdan temir gaz bo'lgicha uстановка qilingan. Kraskasi mana kapotning ichida kichkina pitnosi bor ekan, или orqa bagajdan pitnosi bor ekan, ko'rsatib o'taman. Salon usulidan ham ko'rishingiz mumkin. To'g'ri avtomat, 83 ming probeg. Mashinaga yaxshi ho'l ko'rli solingan, akalar. Xo'p, temir gaz bo'lib paketdan uстановка qilingan. Orqa bagajini ham ko'rishingiz mumkin. Orqa bagaji ashi zamodan pastida kraskasi bor ekan. Ichlariga o'tmagan, qolgan joylari top-toza. O'zini uchun bir qator tekshirtirib, proyekt qildirib olasizlar. To'rtta yaxshi yumshoq, archa bo'lganligicha ham ko'p bo'lgan. Kuzov holati ham zo'r holat turibdi. Gerblar bo'lganligicha ham ko'p bo'lishdi. Faqat aforimdagi afort bo'lganligi sababli narxi ham zo'r narx bo'ldi. $9200 baholandi. $9200 ga 2021-yil 83 ming proyekt yurgan 4-piyesa avtomat korobka Colt mashinasi. Egalar nomerlarni qoldirasiz, telefon qilib barak qilishini